Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Habib O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi imkoniyatlarini baholadi va shu haqda batafsil. UFC yengil vazn toifasining sobiq chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki haqida fikr bildirdi. Sobiq sportchining ta'kidlashicha, O'zbekiston kamida guruhdan chiqish masalasini ijobiy hal qila oladi. Ularda Husanov kabi yetakchi bor. Jamoa g'alabaga chanqoq va o'zlarini ko'rsatishni juda ham xohlayapti. O'ylashimcha, ular kamida guruhdan chiqishlari shart, dedi Nurmagomedov Okko Sport nashriga bergan intervyusida. Ma'lumot o'rnida Habib Nurmagomedov aralash yakka kurashlardagi MMA faoliyati davomida jami 29 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozonishni uddalagan. Shundan 13 ta g'alaba bevosita UFCga to'g'ri keladi. U o'zining so'nggi jangini 2020-yilda amerikalik Justin Gaethje'ga qarshi o'tkazib, sportdagi faoliyatini yakunlagan. Eslatib o'tamiz, futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionati 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston terma jamoasi mundialdagi debyut uchrashuvida Kolumbiyaga qarshi bahs olib borib, 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.